Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim chig'irtma. Chig'irtmaning tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. Asos materiallardan tuxu, 3 dona tuxum, qizilmush bir qo'zak, 1 dona atlisin, oshkuki, xuruchlaridan tuz, qarmoch, oqmosh, tetitqo, yo'lkiraxmal qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Biz endi tuxuni yurik cho'ngliqqa chanib olaylik. Endi tuxun chanab bo'ldi. Yeyish bo'lmagan organizmni chiqarib o'tamiz. Bir qachiq elib, o'choq o't yoqib qizg'andan keyin may quyamiz. Qozonga 1,5 kilogramm atrofida may quyib olamiz. May qizg'ichorliqda bu to'g'il go'shiga tam kirgizib olaylik. Tuxumning iqidan biroz quyib olaylik. Tuzdan 2 bal qo'shiq. Qarmoch 1,5 bal qo'shiq. Oqmosh 1,5 bal qo'shiq. Muvofiq miqdorda tetitqo quyib olamiz. Orqadan yo'lkiraxmal qo'yamiz. Aralashtirib tam kirgizib olaylik. Bu mayma qizib qapti. Mayning qizil nisbati 6 daraja atrofida bo'ldi. To'g'il go'shtni bo'sh o'tda sinishtirib pishirib olamiz. To'g'il go'shti pishqichorliqda biz qoldi materiallarni tayyorlab olaylik. Yani 3 tane tuxumni chaqamiz. Tuxumni chiqib bo'lgandan keyin qizilmushni 3 shaq danchiq to'g'rab tuxumga solamiz. Ya'ni oshkuki nima? 3 shaq to'g'raymiz. Oshkukini 3 shaq to'g'ragandan keyin tuxumga qo'shamiz. Tuzdan 1 bal qo'shiq. Qarmoch muvofiq miqdorda. Oqmosh 1,5 bal qo'shiq. Az miqdorda tetitqo olamiz. Xuruchlari sep bo'ldi. Tekrar aralashtiramiz.
tuxum tayyorlandi. Bu to'xu go'shim pishib qoldi. To'xu go'shini suzib olaylik. Qozonni qizitib, astiq tutib olmaslik uchun quyruq mayda biroz mayda o'timiz. Yana biroz qizgandan keyin qizitilgan qozonga tayyorlangan to'xu go'shtini silib olamiz. Taksh silib, ondan tam kirgizib, tayyorlangan tuxumni ustiga taksh qo'yib olamiz. Qo'yib olgandan keyin o'tda isib, sus o'tda dinlab qatirib pishiramiz. O'tning bo'sh tuvalligiga qarab vaqtni o'zingiz belgilasangiz bo'ldi. Taxminan 5 minut atrofida dinlaymiz. Chig'irtma tayyor bo'lib qoldi. Elish usuli. Bir taqsini ustiga dum ko'mtiramiz. Dum ko'mtirib, sapni o'raymiz. Ondan yana bir taqsini ustiga bunda o'rgandan keyin taqsiga o'ng yuzi o'rilib chiqdi. Bu chig'irtma tayyor bo'lgandan keyin apelsinni kesib, suyini siqib, ustiga chechib tayyorlaymiz. Chig'irtma tayyor bo'ldi. Chig'irtma deganimiz Yevropa ellaridan kirgan bir qo'rin bo'lib, bizning kundalik turmushimizda doim iste'mol qilgan taomga aylanmoqda.